Y7 lampochka o'rnatishga kelgan ekanlar. Akamiz ko'p ustaxonaga borganlarda bu Y7 ni qo'yish uchun bamper va fara yechilishi kerak degan ekan. Endi bamper fara yechilishining sababi albatta mana bu o'rtadagi temir sababli. Buni esa farani ham bamperni ham yechmasdan, xudo xolasa, mana shu temirini olish yo'lini ko'rsatib o'taman. Men endi qiyin qismidan ko'rsataman, bir tomonini mana olib berdik. Qiyin tomoni sal qiyinroq bo'ladi. Mana do'stlar, ikkinchi tomonda ham xudo xolasa oldik. Hech qanaqa fara yo bamper yechilgani yo'q. Ana endi bemalol Y7 lampochkamizni ustanovka qilsak bo'ladi. Qiyinchiliksiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa tarqatib qo'yamiz.